Safo aqlli kotyolni tayyorlash jarayonlari. Mana bu ichki tizimi bo'ladi. Mana bu esa ustiga qoplaydigan list uchilik zaklovkalari bilan har bitta qatorda tepasidan pastga doğru eshik holati, yon tomoni, galgi tomoni. Bunisi esa orqa tomoni. Mana zaklovkalarni ham ko'ringlar. To pastdan tepaga doğru. Bu 20 talik 20 kilovatli ikki aylanmasligi. Mana orqa tomonlar zaklovkalari ko'ringlar. Bu tayyor bo'lgan joylari. Eshiklar tayyor holatda. Kraska bo'lib, ashka o'ralsa bo'ldi. Tunikasini o'rab bo'lsa bo'ldi. Bu holati, bu mana eshik qo'yish jarayoni mana bazaltdan qo'yiladi. Mana shunaqa bazalt qalinligini ko'rsatib qo'ying, qalinligini. Mana qalinligi 5 sm qo'yiladi eshik o'ziga. Qo'ying eshik o'ziga mana shunday holatda, mana shunaqa holatda qo'yiladi. Mana qalinligi bazalt o't yonmaydigan qo'yavering. Xuddi mana buni bosib, pastga bosib qo'yadi. Mana shu holatda bo'ladi eshiklar. Bazaltdan kesib, cho'lburchak holatda kesib qo'yadi. Bazalt o'zi qalinligini qaranglar uni. Mana eshiklari shumkali holatda ochilib yopilishlari ashi xo'p. Mana bu ichiga bazalt qo'yiladi. Bazalt qalinlik 5 sm bazaltdan qo'yiladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bugun telefon qilsanglar, ertaga yetib boradi, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar nomerlarga, pastda aloqa nomerlari bo'ladi. Kimga Safo aqlli kotyollardan kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.